Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 4-oyning 22 kuni chorshanba. Mana bu yaqindan buyon vatandan kelgan, vatan haqida kelgan bir qism uchurlarni sizlarga yetkazib deb bergan chiqishim. Yine 2 kundan keyin, ya'ni juma kuni ulug' Ramazon boshlandi. Gerçi 2 kun baldır bo'lsa, hammanglarni shu munosabat bilan qizg'in tabriklayman. Bu bir ayni sizlar uchun har jihatdan xotirjam, ko'ngilli o'tishini umid qilaman. O'tgan qatimqi programmada vatanniki vaziyati biroz chingib ketganligini degan edim. Yaqinda ba'zi qarindoshlarning deyishicha Qashqarniki Moralbeshida ba'zi vaqalar chiqqan o'xshaydi. Uyg'ur yoshlari Xitoylarni o'ltiradigan bir vaqa. Bu vaziyatning chingib ketishi shuning bilan munosabatlikmikin degan qarash bor. Men bu vaqtda undan ko'p uchur egallayolmadim. Agarda sizlar uchur bo'lib qolsa, shu videoning ostiga yo'llab qo'ysanglar, hammamiz bilib qolsak bu ahvolni. Yaqinda Urumchidagi ko'chalarniki videolari chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarga. Uni bir qismini ko'rgan bo'lsangiz mumkin. Odam hali ko'p bu videodan qaragan chog'da. Meniki farzimcha buni Xitoylar atay urlashtirgan narsa. Urumchidagi aholilarni, Uyg'urlarni majburlab kuniga ancha soatlarga chiqislar. Ko'chalarda aylanishlar deb bundan o'tgan yil bo'lgan. Hamma oilalarni, bolalarini yetlab ko'chada 2 soat aylanib kirishni talab qilgan ishlar. Men bu maqatim bu atashim shuning sababidirmikin deb o'yladim. Kishilar maska taqib olibdi. Demak bu aytamiz yaqin kesh bir necha kunning ichida bu ishlar Uyg'urlar ko'chada xili ko'payib qolibdi. Andan keyin hozirmi yana ko'chalardagi shu sud saroylariga kirganlarni tekshirish ishi yana davomli bo'lyotdi, qattiq. Andan keyin ayda bir qatim planliq tekshirish bor ekan hozir. Uni sho'chi degan mahallaniki boshqaruvchilar emas, uningdan yuqoriroq yana odam kelib tekshirdigan o'xshaydi. Shunda boshqa tekshirganlar kelishdan burun har bir mahallaniki boshqaruvchilari shu mahallaga tava oilalarga bir qism qog'ozga bisilgan mazmunlarni taqib, shuni yodlaysizlar, buncha javob bersizlar, tekshirganlarga deb shunaqa urlashtirib o'ldiribdi. Butunlay yolg'onchilik. Bu bizga olay tulib ketmaydi. Xitoyniki bu jihatga yolg'onchiligini hammamiz bilamiz, azaldan taqib kelyotdi. Uni o'tganda lagerdagi amallarni quyvatdi degan gap chiqqan. Yaqinda men egalgan ahvolda unday emas. Yine bulupun chatalik Uyg'urlarniki tuqqanlari asosiyatdan lagerdan qo'yib berilganligi yo'q, qo'yib berilgan ahvol yo'q. Yani nurg'un qarindoshlar o'ziniki yaqin tuqqanlarini, ota-onalarini izlayotdi. Shunga bu gapniki gap biroz yolg'on chiqyotdi. Ondan keyin yaqinda kuchayib ketgan yana bir ish, planliq tug'ish ishini bular yana changaytibdi. Burunliki bular tug'ib bo'lgan yoki to'y qilmagan tug'ish oldidagi Uyg'ur xonim qizlarni va'dnomalarga imzo qo'ydirib, isbot ko'rsatib, xalq saldingmi, samadingmi deb ashtalarni qilib tikandib turib. Hozir bu ishlar yana qaytadan chingib ketibdi. Men buni Uyg'urlar nupusini kontrol qilishning yana bir yangi tadbiri deb tushundim. Ish qilib hozir yana planliq tug'ish xizmati intayin chingib ketibdi hozir. Butun mahalla-mahallalarda yine tekshirish, va'dnoma imzo qo'ydirish, isbot keltirish ishlari bo'g'ilib turibdi. Vatandan kelgan uchurlar asosan shunchalik bu qatim uchurlar ko'p emas. Men o'tgan haftada deb qo'ymabdi ekanman. Shunga qarindoshlarni salab qolsin deb bu hafta yine chiqib bu ishni qildim. Andakilar mana Ramazon boshlanib ketsa, sal to'xtab turishi mumkin. Agar yaxshiroq xizmat xabarlar kelib qolsa, 2 haftadan keyin yana bir chiqaman deb o'ylayapman. Agar unday bo'lmay qolib qolsa, xabarlar ko'p bo'lmasa, men bir necha to'xtab kelman bu Ramazon oyida. Qarindoshlarning ko'nglini bearam qilg'im yo'q. Hozir vatandan yaxshi xabarlar kelmaganligi uchun
nurg'un qarindoshlar nihoyatda jasorat qilib turib meniki chiqargan videolarimni ko'rib keldi. Ramazon oyida hammalarniki xotirjam o'tkazib olish uchun kunlarni biroz to'xtatib turay deyapman. Agar zo'r deb qarasam 2 haftada bir qatam chiqishim mumkin. Chunki kelar hafta chiqmayman men. Bunda xabardor bo'lib qolinglar. Hozir chet eldagi qarindoshlarniki inglizcha tashviqoti, boshqa tillardagi tashviqoti inglizcha, arabcha, turkcha degandek xitoycha nihoyatda kuchib mengyotidi bo'lgan sari. Men Twitterdan ko'proq ko'ryapman. Hozir xillicha ko'p yoshlar tashkillanib Twitter hisobi olib hamkorlashib ishlarni qilyotidi. Bu ishlar odam nihoyatda xushal qiladi. Bu jihatda meniki yana ta'kidlaydiganim bundan keyin yangi Uyg'urcha taratqularni qo'shishning hojati yo'q. Bizda Uyg'urcha taratqular hozir yetarli bor, Uyg'urcha xabar nasl anglatidigan narsalar. Bu jihatda kuchni isrof qilmayli. Endi bir qism qarindoshlar bor, texnik jihatdan qobiliyati bor, masalan video chiqarish, video ishlash, video tahrirlash degan ishlarda. Lekin chet el tilini bilmaydigan qarindoshlar. Bunda qarindoshlar kompyuterga yaxshi uqlar, andan keyin chet el tiliga yaxshi uqlar birlashib 3 xil kishilar. Video texnikasi, kompüter texnikasi, andan keyin chet el tili. Bu musadiki yoshlar birlashib turib, yanılamkin chet el tillik tashviqotni kuchaysak. Nimishqa degan chada hozir o'zimizningki tashviqoti yetib ochilgan darajaga berib qoldi. Kuchni isrof qilmayli. Shunga bu jihatda achat kuchigan bo'lsak, menmo o'tgan yaqinda LNTV degan bir Dubayda chiqadigan televizordan bir videoluk sohbet o'tkazgan ular programni yaqinda chiqadi. Buniki kurilish nisbatan nihoyat yaxshi bo'ldi kurilishi. Shu videoniki hozir 5 kunda bo'ldi chiqqali. 5 kun ichida ko'p odamlar 1.167.000 dan jiq bo'ldi bu video. Mavla'da davomli qarashyapman. Yangi timlarda video ishlash to'g'riliq. Xudoyim bo'lsa bu ishni davomli qilamiz. Chet eldagi qarindoshlarmi o'zlarini biladigan uchurlar bo'lsa yo'llab tursanglar, tashviqotni fursatlardan foydalanib biz qilsak. Ondan keyin men Twitterga chiqqan uchurlardan bu avstraliyalik bir erniki Xitoy konsulati oldida norozilik bildirgan bir videosi bor edi. Uni hozir 813 ming odam ko'rdi. Ondan keyin O'rkashniki o'tgan yil Amerikaniki kongressida so'zlagan so'zini chiqarib qo'ygan, uni hozir 70 ming odam ko'rdi. Ondan keyin Xitoylarni, Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga o'tkazish to'g'riliq bir videoni chiqarganman. Uni hozir 62 ming odam ko'rdi. Ondan keyin lagerdan chiqqan bir erniki videosi bor edi. Uni chiqarib qo'ygan, uni 53 mingdan odam ko'rdi. Men bundan aslan chiqqanda shuni chiqarib qo'ymayman bu videolarni. Uningga cho'qim İngilizce Uyg'urlarga oid uchurlarni qo'shib chiqaryapman. Ashta boshqa bu tashviqotlar yaxshi bo'lyapti. Boshqa qarindoshlar mana shunday. Endi bir necha yoshlar bor, nihoyat aktiv. Har kuni degidek narsalarni chiqarib qilyapti. Bu LN televizorisidan Xalmurat inimizmi, Xalmurat Uyg'ur inimizmi bir video ishlagan. Uni qarsam hozir 700 ming kishidan ko'p bo'pti ko'rganlar. Chiqib bu ishlar obdan bo'lyapti. Hammamiz musaada kuchsak, endi oxirida bundan qanday chiqdi bilmaymiz. Bizniki burun shu Türk dunyosi bilan Arab dunyosiga bo'lgan tashviqotimiz kuchli bo'lmagan, biz kiramagan u sohaga. Hozir bir qism yoshlar, bir qism kishilar kirdi buning ichiga. Bu bir yaxshi boshlanish. Endi shu hozirgi to'lqindan foydalanib, mushlarni davomli qilib mansak. Ondan keyin xalqaro vaziyatda hozir shu Xitoyga to'lam to'ltish gaplari nihoyat kuchli bo'lyapti. Masalan, Amerikada tunugun bir uchur chiqdi. Ba'zan kongress a'zolari Amerikada o'lib ketgan har bir odamga $10 million dan to'lam to'ltish Xitoyga. Ashtaq ishni qilib turibdi. Yevropadami Angliya bilan Germaniya bu jihatda bir qism ishlarni qilyapti. Endi Yevropada Angliya bilan Germaniya ham Xitoy hokimiyatiga qarshi ish tutsa, bütün Avrupa birligi bular qo'shiladi. Hatta bu boshqa u jihatdan bir yangiliklar bo'lyapti. Endi Uyg'urlar duch kelgan masala bek cho'ng. Xabarlarda bor Xitoy Kompartiyasiniki 80 milliondan ortiq a'zosi bor. Mush a'zolarning hammasi bir
Eğer biz Xitay Kompartiyasini virus desek, ularning hammasi virus. Hozir Uyg'urlarga shu ig'ir kunlarni savatgan kişiler, açtaq kişilerni amaliyotda. Şuna nurgun kişiler hozir Xitay Kompartiya hakimiyeti ag'dirildi deb qarayotidi. Açta ular ag'dirilgan taqdirdimi Uyg'urlarning beshiga kelgan kun butlay olib ketmaydi. Albatta men degandek 80 milyon adam bor edi. Şuna bunga biraz jarayon ketish mumkin. Bundan boshqa biz Uyg'urlar duch kelgan masala ikki cho'ng tog' bor ekanimizda. Bunun birisi Xitay Kompartiya hakimiyeti, ikkinchisi Xitay millatining mustamlikachilik xarakteri. Ehtimal nurg'ularing diqqat qildinglar. Chet eldagi qanchalik aktiv, qanchalik demokratchi Xitoy palachilari bo'lsin, agar ularni pranishib qolsanglar, Sharq Turkistondagi mustaqilligini qilgandagilar bilan chiri o'zgardi. Qattiq pozitsiya bildirmaydi. Hozir qadar umumiy ahvol shundoq. Uyg'urlarniki mustaqil bo'lishini qo'llaydigan odamlar ancha ko'p emas Xitoylarning ichidan. Shunga Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'dirilgan taqdirdami, endi bizning beshimizdagi Xitoylarniki mustamlikachilik xarakteri, Uyg'urlarniki mustamlika qilinishi bu ahvollarni o'zgartirishga biroz vaqt ketishi mumkin. Shunga bu jihatda chuqur uzun muddatlik ideologiya bo'lishi kerak. Biz yenilam qilayotgan ishlarimizning hech qandig'ini aslatmay, to'xtatmay davomlashtirishimiz kerak. Biz mangdigan yo'l pek uzun tahi. Endi oxirida deb qo'yadigan yana bir narsa, ehtimal diqqat qilinglar, yaqinda men bir Uyghur Project fondi uchun iyon to'plash ishini boshladim. Bizdan pul talab qilib iltimos qilganlar hali ko'p. Bu yilning 5-yildan boshlangan. Lekin hozir shu iyon to'playdigan ishlar pek ko'p bo'lib ketganligi uchun men sal vaqtni uzatdim. Amaliyotda bir qancha qarindoshlarga ozroq pul berib, ishni qilib turishni, uni yo'lga solib qo'yib turib, ammo pul yig'ilishni kechiktirgan biroz. Sababini nima desanglar, hozir ko'pinchalarimiz ham uyda. Hozir vaqt chiq. Agar Uyg'urlar uchun uyda turib, kompyuter ishlarini qiladigan, ish qiladigan odamlar bo'lsa, vaqti bor endi. Boshqa vaqt israf bo'lib ketmasin deb, ularga ozroq pul berib ishlarni qilishni boshlab qo'ygan. Endi iyon to'plashni shu Ramazon oyiniki kirishga ulgurtirib chiqardim men. Uyghur Project fondiniki direktori bilan maslahatlashib. Shunga hozir 2 kun bo'lib qoldi. Shu Ramazon oyining davomlashadi bu ish. Bo'lsa buni qilishib qo'ysak. Hozir endi yaqinda shu Xitoy virusiniki ziyni bilan iqtisodiy qiyinchilik uchragan qarindoshlarga iyon to'plash uchun dunyo bosh bo'lib bir markaz qurib iyon to'plashni boshlagan. Tunugunki RFA'ning xabariga qaragan chog'da 140 ming dollardan ko'proq pul yig'ilibdi bunga. Nayt xush bo'ldim. Bu pul qiyinchiligi va Uyg'urlarni qutuldirish uchun ishlatilgan pul. Biz ikki tarafni ta'minlashimiz kerak. Birisi qiyinchiliklarga yordam qilishimiz kerak. Yana birisi o'zimizni saqlab qolish, millatni kuchaytirish yo'lidagi ishlarni to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Uyghur Project fondining qatnashchilari shu soatdagi ishlar endi. Vaqtda iyon to'plash mashunda. Boshqa bu boshqa men qarindoshlarniki har ikki tarafga o'xshash ko'ngil bilishini umid qilaman. Bularning ichidagi ba'zi proyektlarni kerak qilsaqmi bo'ladi. Albatta men degandek hozir vaqt bo'lganligi uchun shundan foydalanaylik deb buni boshlagan. Ana buning ichida Yira maktabiga Turkiyadagi Yira maktabiga yordam qiladigan ish bor. Bular bu planni xil baldiri yo'llagan menga. Ammo ularniki qiyinchiligi bak cho'ng. U bechoralar shu intayin oz kirim bilan, masalan, oylik maoshi 1000 lira. Ashinchilik pul bilan ash maktabni mangdirib ketyotdi. Qiyinchiligi bak cho'ng bularniki. Ehtiyojim cho'ngroq. Boshqa bu boshqa men buniki sapursin teproq qilaylik bu ishni deb, shu Ramazonga qadar kechiktirib, bu qatim bir 6 oylik chiqimini hal qilib beraylik deb iyon to'plashga kirgizgan buni. Bo'z o'qib beqinglar yo'lgan mazmunlarni. O'qib baqsanglar tushunasizlar bu qanday ish ekanligini. Turkiyada shu Turkiyaniki hukumat maktabiga kirish imkoniyati yo'q yoki uniga shart qo'shmaydigan bolalar bor. Yira maktabidagi bolalarmi mening bilishimcha 170 dan ortiq bolalar bor. Hukumat maktabiga kirolmaydigan. Endi aşağıdaki qarindoshlar bolalarni tashlab qo'yish kuyi qiymay, ko'zi qiymay
o'qitib qo'yaylik deb bu ishni qilyotdi aytaman degandek 3-4 bolasi bor onalar yig'ara 1000 lira maosh olib shaharning sirtidan bir yana ijaraga o'tirib intayin qiyin ahvolda bu ishni qilyotdi. Biz mayli amli ishni o'zimiz qilaylik, uni agar qilish imkoniyatimiz bo'lmasa qiyotganlarga yordam qilaylik. Bu ma'rif ishi pek muhim. Uyg'urlarni kelgusida o'zimizni saqlab qolish va o'zimizni kuchlantirish jihatda. Agar ashbonlarni tarbiyalamasak, ular keyincha bizga to'pkorlar emas, juq bo'lib qoladi. Shunga bu jihatlarimiz uda o'ynab olsak bo'ladi. Masalan, tizlamkin bu Uyg'ur Project fondiniki qiyotqashtirin deb ketay, biraz xabarlar bo'lib qolsin. Meniki shaxsan har bir vaqtda qiyotqashim 10 dan oshadi meniki, o'zimning xizmatidan boshqa. Oldirash yashayman men. Maaşlarımı qilishga qiyotqa emas. Ko'p o'ylanib, biz plan tuzgizib, tekshirib, aniqlab, bizga yordam qilgan nurg'un kishilar bor. Ashuna qilib bir mukammal qadam bilan qiyotqa ishlamoqo. Shunga bo'lsa qo'llab bersanglar. Uyg'ur Project fondining qiyotqa bunday ishlari bor. Uyg'urlar degan to'rjulni o'zinglar bilasizlar, buni qiyotimiz birinchi ish. Ikkinchisi vatandagi to'rlarni asli keltirish, to'r uchullarini to'plash. Bu jihatda mana ko'p xizmatlar qilindi. Men bularni e'lon qildim, hozir o'tgan e'lon qilgandim, men qayta e'lon qilib qo'ysam bo'ladi. Balki ma'rifat torbatiga kirsanglar, bir sahifada shunday o'rganishim bor. Vatandagi torbatlardan 5-6 torbatni asli keltirib olgan. Hozir u narsamiz tayyor. Ondan keyin kitob ishlarini qo'llayapmiz. Hozir biz qo'llayotgan va planga kirgizgan kitobdan 7 parcha kitob bor. Nashr qilib chiqardigan. Yoki chiqayotgan kitoblardan shuni Uyg'ur Project fondi uylab turib ish qilmoqchi. Ondan keyin Uyg'ur sarxillarni mushtarini to'plash, bunun xabarlar bor, buni to'plab video chiqarib kelganda. Ondan keyin g'arb mediasidagi maqolalar tizimligini to'plash va taqtish. Buni to'plab taqtimiz, emailda taqtimiz. Ondan keyin WhatsApplardan taqtimiz, buni har kuni qilyotdi. Bizniki mashg'ullaştirgan mas'ul qarindoshlar har kuni qilyotdi. Ondan keyin tutqunlar arxivi. Buniki Norvegiyadagi Baxtiyoriyat nisbatan qismi bor. Bundan yordamlashib, shu mamlakat ish qilgan ziyolilarmi bu ishlarga yordamlash bilan qilyotdi. Ondan keyin ana til app bitib bo'ldi hozir. Buni hozir nimaga olmishlikga yo'llab, shu tasdiqlanish bosqichida turyapti. Xudoyim bir seni bir oyning ichida chiqishi mumkin. Bir oy dema, bir hafta ichida sizlarga yuz ko'rishish mumkin. Uni torbatiga qo'yamiz, undagi kompyuter nusxasi bilan yanfon nusxasi ikkisi bor. Yana bir gruppa ufqlar shu ona tili haqida bir app yasab ekan. Buni hozir shu do'konga yo'llaydigan pul yo'q, men bilan aloqalashibdi. Onun pulini biz chiqarib beraylik deb shunda deb qo'ydim. Bu ishim ketyapti. U appni men ko'rib baxmadim, qanday ishladi, ko'rib baxmadim, ammo ular shu uzun muddat kuch chiqarib buni yasabdi. Faqat shu do'konga yo'llashda iqtisodiy qiyinchilik bor ekan. Şu an onu Uyg'ur Project fondini qilib beraylik deb shunda javob berib qo'ydim. Anikin ilk-kitap ambiri. Buningdan hozir necha xillar bor. Ilk-kitap.org, yang'in.net, anikin uyg'urkitob.com degandek. Bu qatimki mavu yan to'plashga buning ichida bir kirgizildi Uyg'ur kitob. Uni mashu uchun tafsir qilalaysizlar. Anikin 9-inchisi fanniy darslik videolari. Bu mush qatimki yan to'plashning ichida bor. Ahvoli, tafsir ahvoli, buni bu inilar hozir chiqaryapti bu darsliklarni. Uni ko'rib olsanglar bo'ladi. Undan boshqa yana bizning qilayotgan torbat, Facebook, Twitter qatorliq nasrimiz bor. Uni to'xtamay menyapti. Ondan keyin 11-chi Uyg'ur maktab abatiman degan yira maktabi masalanga. Buni yordam qilishlarni qilyapmiz. Mushlarnikini, mushlar hozir Uyg'ur Project fondi qilayotgan ishlar. Bizningki asli maqsadimiz Uyg'urlarni manba qilmay, chet ellik manbalardan, chet el manbalardan pul to'plab bir qism ishlarni qilaylik deb o'ylagandik. Hozir ma virusning ishi bilan nurg'un ishlar yetib qoldi. Chet elliklarga aloqalashib, mushtaq iqtisod manbalarini hal qiladigan ishlar hozir toza bizga bir foydasiz bo'lib qoldi hozir sharoit. Hatta boshqa bakcha ko'p pul ketmaydigan ishlarni yine shu chet ellik qarindoshlarniki yordam bilan qilishtiraylik deb maaşını qildik. Bo'lsa buni astoydil muomala qilib yordam qilib qo'ysanglar. Buni qilayotgan qarindoshlar intayin cho'ng fidokorlik ko'rsatyapti. Ishni talab qilmay, ko'p fidokorlik ko'rsatyapti.
endi biraz iqtisodi bor, lekin amli ish qilishga imkoniyati yo'q qarindoshlar bo'lsa, maaşlarni qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Bu ishlarniki pul soni hammasini aniq, qancha pul kirsa shu degan proyektga boradi bu pul. Bu hargiz proyekt fondiga kirmaydi hech qanday pul. Andan keyin bizniki ish qilish prinsipimiz qancha pul yig'ilsa shuncha ish qilamiz biz. Shunga biz qancha ishni qila olamiz bu kirgan pulga bog'liq. Shunga bundan xabardor bo'lib qolinglar. Buguncha mushunchlikday mavlaniki Ramazon oyi xushxallik bilan o'tsin. Xudoyim bu shirkatdan keyin ko'rishimiz. Nima qilamsa, xayr xo'sh, Allohga omonat. Salomat bo'linglar.